Model Face bu genetika emas. Agar siz jag'mashlarni hali ham foydali deb o'ylasangiz, men sizga jag'mashlardan 2 barobar foydali bo'lgan ma'lumotlar va faktlarni beraman. Ungacha siz obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. Model Face degani jag' va iyak chiziqlarining aniq ko'rinishi, yuzda ortiqcha yog' kamligi, teri toza va tiniqligi, yuz shaklining qirrali bo'lishidir. Bu degani hamma odam ham bir xil yuz qila olmaydi, ammo har kim o'z genetikasining maksimumiga erishishi mumkin. Kola va Fantaga o'xshagan gazli ichimliklar, shakar, hattoki choyda ham oqartirilgan non, xamirli ovqatlar, fast food, kechasi ovqatlanishdan voz kechish kerak. Tuxum, qora go'sht, baliq, sabzavotlar, mevalar, 2-3 litr kuniga suv ichish bu to'g'ri ovqatlanishga kiradi. Sport bilan kardio birgalikda hisoblaganda 40-45% umumiy natija berishi mumkin. Ammo siz to'g'ri ovqatlanish va sportni birlashtirsangiz, hattoki 55-60% ham natija beradi. Kardio bu yugurish, tez yurish, arqonda sakrash. Muhim qoida: yuzni alohida ozdirib bo'lmaydi. Tananing yog'i kamayganda yuz yog'i ham ketadi. Bu video 1 minutga sig'magani uchun ikkinchi qismini chiqarishga majbur bo'ldim. Keyingi reelsda jag'mashlarning real foydasi qancha, dunyoning top modellari ishlatadigan jag'mashlari qaysi, ukol bilan yuzning yog'ini kamaytirsa bo'ladimi? Husnbuzarlarning asosiy sabablari nima bo'lishi mumkin?